Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar obunachilar. Mana bugun ishlarimizni Rishton tumani Oqiya Banisani mana atrofiga chekib beryapmiz. Oqiya Banisani kimga shu atrofdan ish kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Hozircha zaborga ishlab chiqarkan. Birinchi kichkina mashinada olib kelyapmiz. Joy qanaqa ekan deb. Keyin hozir havo mashinada ham ishlarimiz juda a'lo darajada sifatlari. Bu yerga har xil ishlardan urilgan ekan. Ko'p ishlardan to'rttamiz zavoddan olib kelinganligi mana oxirgi ishlarni o'zimizda qilyapmiz. Qanaqa deyarli kimga mana shunday ishlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiylar deyarli farqi yo'q. Mana Rishton tumaniga sentriga yaqin joyga olib beryapmiz. Bog'otda ishlar ekan. Holatlarni ko'rishlari mumkin. Pishganligi juda a'lo darajada mana. Bunga mana shunday ishlar kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqishlar mumkin. Shu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.